Kel sen bilan yaqinroq tanishamiz. En sevinchman sevimli telekanalining sun'iy intellekt agenti. E'zoz aka, nima qilyapsiz? Raqamli kelajakka O'zbekiston qay darajada tayyor? Yaxshi tarafini o'ylaylik, shunchaki biz sun'iy intellekt bilan ishlashni o'rganishimiz kerak. Shu yoshlarda sun'iy intellektni tushunchasini paydo qilish, ya'ni bu kelib chiqishi mumkin bo'lgan o'sha firibgarlik holatlarini noto'g'ri maqsadlarda foydalanishni oldini oladi. Xalqaro kompaniyaning sertifikati bo'lsa va xalqaro eksport qiluvchi kompaniyalarga ishga kirmoqchi bo'lsa, albatta bu sertifikatlar juda ham o'rinli. Hech qaysi dasturchi o'zini dasturini yasayotganda shundan kimdir noto'g'ri yo'lda foydalansin deb yasamaydi. O'z sohasini yaxshi biladigan mutaxassis hech qachon och qolmaydi. Assalomu alaykum. Kel sen bilan yaqinroq tanishamiz. Men E'zozbek Rizayev, Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousining boshlovchisiman. Siz kimsiz? Assalomu alaykum. En sevinchman sevimli telekanalining sun'iy intellekt agentisan. E'zozbek, sizning dodshoningizni tomosha qilganman. Ko'ryapsizmi azizlar, bizni nafaqat insonlar, balki sun'iy intellekt ham bizni ko'rar ekan va muvaffaqiyat tilayapti. Yangi hayot teleshousi haqida ma'lumot bera olasanmi? E'zoz aka, nima qilyapsiz? Hurmatli tomoshabin, bu shou haqida qo'shimcha ma'lumot berishingiz mumkinmi? Endi bu tok-shou haqida tomoshabinlarimiz yaxshi bilishadi, E'zoz aka. Biz Sevinch bilan uzoq gaplashishimiz mumkin. U sevimli telekanali mana kiraverishida turibdi, lekin bizni ko'rsatuvimiz boshlandi. Men borib boshlab turavering. Siz boshlab turing. Men ma'lumotlarni kirgizib, keyin birpasda oldingizga yetib boraman. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi haqida ma'lumotlar kirgizing, chunki kelgan kuzatuvchi tomoshabin ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Men boshlab turamanmi, E'zoz aka? Bo'ldi, boshlab turing. Mayli. Maroqli suhbat tilayman. Bo'yimizni mo'ljallab turaman, balki kelgusida Sevinchxon bilan olib borarmiz. Shunaqami? Men ketdim. Xo'p, bo'ladi. Sevinchxon, menga aytchi, sevimli telekanalida eng yaxshi ko'rsatuv bu qaysi? Aziz yurtdoshim, sevimli TVda har bir ko'rsatuv o'ziga xos va qiziqarli. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi efirda. Sun'iy intellekt va davlat. Raqamli kelajakka O'zbekiston qay darajada tayyor? Bugun shu haqida gaplashamiz. Biz boshladik. Bundan 2-3 yil avval oddiygina matn yoki soddagina rasmlarni chizishda sun'iy intellektdan foydalanganmiz. Bugungi kunda esa har bir sohaga sun'iy intellekt juda ham jadallik bilan kirib boryapti. Xususan, O'zbekistonda ham aynan bu jarayon amalga oshirilgan va bu savolga o'ylaymizki, Otabek Usmonov aniq va to'liq javob beradilar, marhamat. Bunda bir nechta o'sha asosiy masalalar bor. Mamlakatimizda barcha sohalarda davlat boshqaruvidan tortib qishloq xo'jaligi sohalarigacha sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish yo'nalishlarida loyihalar amalga oshirilyapti. Birinchi to'xtaladigan masalamiz bu shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash yo'nalishlarida. Bugun sun'iy intellektni nafaqat asosiy yo'nalishlarda, balki noto'g'ri maqsadlarda foydalanish kabi holatlar ham kuzatilyapti. Ular ichida eng avj olayotgani shaxsiy ma'lumotlardan foydalangan holatda firibgarlik holatlarini amalga oshirish, ya'ni insonlarning ma'lumotlarini qayta ishlagan holatda ulardan pul mablag'larini undirib olish yoki soxta ma'lumotlar asosida yolg'on xabarlar tarqatish hamda o'sha ularning ma'lumotlarini qo'lga kiritish orqali tahrirlangan ma'lumotlarni obro'sizlantirish kabi masalalar ko'zga tashlanyapti va mana shu yo'nalishda bizda ham aynan sun'iy intellektni huquqiy jihatdan asoslarini yaratish va jazo choralarini takomillashtirish kabi vazifani qo'ygan. Aynan shu yo'nalishda mana shu qonuniy asoslarni ishlab chiqish zaruriyati vujudga kelyapti. Yoshlarni sun'iy intellekt va raqamli texnologiyaga qiziqtirish, qolaversa mana shu texnologiyalardan, sun'iy intellektdan samarali, foydali foydalanish maqsadida 2026-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sovrini uchun sun'iy intellekt yo'nalishida eng yaxshi startap, ya'ni Prezident AI Award tanlovi o'tkazilishi belgilangan edi. Umuman olganda yoshlarni IT sohasiga jalb qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? O'zbekiston Respublikasining chekka hududlarida ham biz offlayn ta'lim rejasini yo'lga qo'yilgan, ya'ni Al-Xorazmiy vorislari, IT shaharchalar. Bu yerda 10 mingdan ziyod yoshlarni qamrab olganmiz. U yerda mutlaqo bepul ta'lim olishadi. IT sohasi bo'yicha va sun'iy intellekt bo'yicha. Ha. 2019-yil Dubai Future Foundations kompaniyasi bilan hamkorlikda 1 million yoshlarni qamrab olish
maqsadi bo'lgan, lekin hozirgi kungacha 2 million yoshlarni qamrab oldi va shu qatorda o'tgan yili 28-noyabr kuni davlatimiz rahbari 5 million Uzbek AI prompters loyihasiga start berdilar. Buni asosiy maqsadi hozirgi sun'iy intellekt, ya'ni dunyo bozori bilan raqobatbardosh bo'lish rejasi qo'yilgan. Va shu qatorda biz onlayn va offlayn kurslarga start berganmiz. U yerda hozirgi kunda 2023-yildan boshlab dunyoning gigant kompaniyasi Coursera kompaniyasi bilan hamkorlikda bir necha kurslarni yo'lga qo'yganmiz onlayn formatida. Uni biz 40% dan 100% gacha kompensatsiya yo'llari bor, ya'ni qoplab berish. Yoshlarni qiziqishi qanaqa? Ularni qanday jalb qilyapsiz? Qanday targ'ibot ishlarini amalga oshiryapsiz? Viloyatlarga borib, yoshlarni, ya'ni maktab o'quvchilarini biz ilk qadam loyihamizda barcha o'zimizning loyihalarimizni tanishtirib o'tib, imkoniyatlarni va shu qatorda u nafaqat oddiy markaz hisoblanadi, ya'ni o'quv markazi. Biz sharoitlarni xalqaro standartlarga moslangan holda, ya'ni internet tezligi, kompyuterlar, jihozlar, barcha ta'minotlar bilan biz ta'minlab berganimiz holda o'quvchilar yana ham qiziqishi ortib boradi. Hozir esa biz studiyamizga 2 nafar aynan IT sohasida va sun'iy intellekt sohasida loyihalar bilan ishlayotgan yurtdoshimizni taklif etsak, marhamat. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. IT sohasiga qiziqishingizga nima sababchi bo'ldi? O'zi 8 yildan beri IT da shug'ullanib kelaman. Bir mijozimiz muammo bilan kelganda, muammoga yechim berishga harakat qilyapmiz hozirgi kunda. Xo'p, qanday muammo edi va siz unga qanday yechim berdingiz? Hozirgi kunda juda ham ko'plab aloqa markazlari bor va u yoqda juda ham ko'p navbatlar bor va bitta odam javob olish uchun kamida 20 minut, 30 minut kutish kerak. Biz nima qilyapmiz? Sun'iy intellekt ovozli yordamchilar yordamida bu navbatlarni kamaytiryapmiz va aholiga yaxshiroq xizmat ko'rsatish sifatini beryapmiz. Demak, bot yordamida javob beryapsiz-a? Ovoz yordamida. Masalan, telefon qo'ng'irog'i keladi. Telefon qo'ng'irog'iga odam emas, sun'iy intellekt javob beradi. Qaysi sohada hozir foydalanishyapti sizni startap loyihangizdan? Dunyo bo'yicha juda ham ko'plab kompaniyalar bu ovoz yordamida sun'iy intellekt yordamchilar yaratishyapti. Aynan o'zbek tilidan boshladik va hozirgi kunda 20 mingdan ko'proq odam servislarimizdan foydalanishyapti. 20 dan ko'proq bizneslar bilan shartnomalarimiz bor. Oho, demak daromad ham shunga yarasha. Daromadimiz ham oshib boryapti. Startap loyihangiz hozir mana 20 ming aholi foydalanayotgan ekan, bir nechta tashkilotlar o'zida qo'llayapti faoliyatida, shundan daromad olyapti. Sizni daromadingiz qanday? Hozirgi kunda $7,000 atrofida oylik daromadimiz bor. $7,000 24 yoshda ishlab topish IT sohasidan. Bundan bir necha yil avval IT deganda, sun'iy intellekt deganda biz nima ekanligini hattoki bilmasdik. Bugun hatto yoshlar mana o'zlarini yaxshigina daromadiga ega bo'lishyapti. Endi siz bilan tanishamiz. Janubiy Koreyada tahsil olayotganimda o'zim biznesimni boshlaganman, kosmetika sohasida. Nima yo'nalishda tahsil olgansiz? Xalqaro aloqalar. Kosmetika sohasida biznesimni boshlaganman. Hammasi startap shu narsadan boshlangan. Men o'zim oldin IT ga qiziqqanman, ya'ni IT bilan yechimlar berish bo'yicha. Kosmetika sohasiga eng katta muammolardan, ya'ni teri parvarishi kosmetika sohasida global qaraydigan bo'lsangiz, deyarli 70% xaridorlar o'zi sotib olgan mahsulotni umuman tushunishmagan. Ya'ni ustidagi yozuvlarni ham tushunishmagan. Odatda marketing yoki shunaqa onlayn reklamalar qurboni bo'lishgan. Shu narsani bartaraf qilish uchun biz Tafiya startapini boshlaganmiz. Mijozlarga o'ziga to'g'ri keladigan, yoshiga, mablag'iga, o'zi ishlatayotgan mahsulotlariga hammasini hisobga olgan holda qaysi produktlar to'g'ri kelishini maslahat beradi va undan tashqari biz bizneslar bilan ishlagan holda bizneslarni hozirda ishlayotgan platformalariga siz o'sha mahsulotni sotib olishdan oldin sizda qanaqa effekt berishi yoki sizda qanaqa turishini ko'rsata oladigan sistema qulayapmiz. Misol uchun siz soch bo'yog'i sotib olasiz, qora rang sizni sochingizda qanaqa turadi. Uni sotib olib siz test qilishingiz shart emas. O'sha platformani o'zida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ancha mijozlarni sotib olish prosesini osonlashtiradi va tezlashtiradi. Hammaga to'g'ri keladigan ilovamiz Android va iOSlarda ham bor. Uni yuklab olishligi mumkin.
Bundan tashqari aytganimdek bizneslarga bu bilmaysiz, misol uchun bizneslar nomini aytmay turli xil kosmetika sotadigan kompaniyalar bor O'zbekistonda. O'sha kompaniyalarni veb-saytiga kirganingizda, narsa tanlayotganingizda bu narsa integratsiya qilinsa, уже siz ishlatib ketaverasiz. Ya'ni boshqa platforma qurib berish shart emas ularga. Investorlar kim? Hozir investitsiya bo'yicha biz ham xorijdagilar va ham O'zbekistondagi investorlar bilan muloqot qilyapmiz. Biz ancha ertaroq hozir boshlaganimizga unaqa ko'p bo'lmagan. Shuning uchun hali Bu test rejimida ketyaptimi hozir? Shunaqa desa ham bo'ladi. Aha. Optimizatsiya qilyapmiz. Juda kerakli ilovalardan biri va bu aynan sun'iy intellekt bilan ishlaydi, to'g'rimi? O'sha o'zi tahlil qilib beradi, hattoki terini o'rganib, unga qanaqa krem kerakligini ham tavsiya beradimi shunda? Shunaqa. Bu narsani biz yana ham aniqroq bo'lish uchun ko'p sun'iy intellektlar ko'proq Amerika yoki Yevropani qaysidir modellarini ishlatadi. Biz o'zimizni modelni ham ishlab chiqaryapmiz. Ya'ni O'zbekistondagi ko'p startaplarni kuchi faqatgina reklama yoki boshqalarni modelini ishlatishda emas. Ular ham Elzodxon aytganlaridek, Aisha AIda ham, xuddi bizda ham yana bizga o'xshagan startaplar bor. Bular o'zligini texnik tomondan ham juda kuchli ishlab chiqarishyapti. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun va biz dasturimizni davom ettiramiz. Menimcha Men keldim. Assalomu alaykum. E'zoz aka, Sevinchxonni keling, joyingizga turing. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum barchangizga. Sevinchxonni yonlarida qolib ketdingiz shekilli. Qunduzxonni Sevinchxonga almashtirish mumkin ham emas. Bu xayolimga ham kelmagan, lekin tushunmaganlar uchun bizni Sevimli telekanalimizda Sevinchxon deb atalgan, demak yordamchimiz, ya'ni bizni sun'iy intellekt yordamchimiz ham Receptiondagi kotibni yordamchisi. Albatta, yaratilgan. Aynan ularni qilayotgan ishlari va yaratilgan shart-sharoitlar, hattoki bilasizmi, shunday savollar berganda, aniq javob berganda lol qolib mahliyo bo'lib qolib ketaman, hattoki studiyada boshlanganini ham bilmay qolibman. Aynan Sevinch ismli sun'iy intellektni yaratishda jonbozlik ko'rsatgan mutaxassis, ya'ni Sevimli telekanalining xodimi ham hozir studiyamizdalar. Nima sababchi bo'ldi aynan Sevinchning yaratilishida? Aynan kimni taklifi va kimni g'oyasi? Bu albatta bizning direktorlarimiz, rahbariyatni taklifi bilan, bu bizning rahbariyatimiz taklifi bilan yaratilgan sun'iy intellekt. Unda nima yaxshi tomonlari bor? Unga odam imini очередь bo'lib turmasdan birdan sun'iy intellektga savollarni berish mumkin. Masalan, jadvallar haqida, qaysi ko'rsatuv qachon chiqadi yoki Sevimli telekanali haqida biron savollar bo'lsa, so'rasa ovoz yordamida u sizga o'zbek tilida javob beradi. Shu AI assistentni Sevimli telekanali uchun yaratib berganmiz. Shunaqa. Bilasizmi, eng bir ham qiziqarli, ham qaysidir ma'noda xavotirli tarafi siz haqingizda ham, men haqimda ham va barcha boshlovchilar haqida ham to'liq ma'lumot bor ekan. Unda yana nima jihati bor? U real vaqtda o'zini emotsiyalarini bergan savolga qarab ko'rsata oladi. Yuz emosiyalari u yerda shu gapirayotganda ham lip-sync texnologiyasi ishlatilib, o'zimizda korrektirovka qildirib ishlatilgan. Endi hozir meni bir savol qiynayapti-da. Receptionga o'sha Sevimli telekanalini eshigini ochib kirganimizda bir qiz bizni kutib oladi-ku odatda. Endi bu qizga ish yo'qmi? Albatta. Uni qo'yavering, hozir men bir narsa aytib ertaga siz bilan menga ham ish qolmasligidan qo'rqaman, chunki sun'iy intellekt olib boradi. Ekspertlarimiz ham o'rnida sun'iy intellekt o'tirar balki. Lekin albatta hazil, lekin bu bugungi kundagi real hayot, to'g'rimi? Shunday. Bu faqatgina O'zbekistonni emas, balki butun dunyoni talabi va barcha qulayliklar yaratish uchun qilinayotgan yangi bir g'oyalardan biri. Bu Sevinchni sun'iy intellekt assistenti deyilyapti. Assistentni yaratishda juda ko'pchilik ishlagan, to'g'rimi? Bitta o'zingiz emas. Bizada Neovex kompaniya shu unda ko'pgina xodimlar bor. O'shalar bilan hamkorlikda yasagamiz. Yana buni takomillashtirish ustida ish olib borilyapti, adashmasak. Albatta, o'zbek tilini sun'iy generatsiya qilishda yordam beradigan va toza o'zbek tilini chiqarish uchun bu juda oson narsa emas. Hozirda shuni ustida ishlayapmiz. Endi bitta savol bermoqchiman-da, balki bu sir bo'lsa xohlasangiz aytmang. Kelajakda qaysi sohani o'rnini bosadigan sun'iy intellekt yaratishni reja qilyapsizlar yoki taklif tushdi? Mabodo yangi hayot boshlovchilari uchun sun'iy intellekt yaratiladi. Yo'q, albatta unaqa bo'lmaydi. Har doim o'zini ekspertlari joyida qoladi. AI bu sun'iy intellekt bu har doim ekspertlarga yordamchi sifatida
qoladi. Rahmat, xursand qildingiz, ko'nglimni xotirjam qildingiz, chunki insonlar o'zi sun'iy intellektni yaratyapti-da, biz sun'iy intellekt uchun ishlashimiz kerak emas. Sun'iy intellekt aynan insonlar uchun ishlash kerak, to'g'rimi? Albatta. Sun'iy intellekt mana hammamizga sir emas, hattoki qaysidir jihatlarda aldashni boshladi yoki qaysidir holatlarda xatolik ham berayotganligini o'zimiz guvohi bo'lyapmiz. Bundan endi yutuqlardan juda ham xursandmiz, lekin qilinayotgan xatoliklar, kamchiliklar yoki yo'l qo'yilayotgan qaysidir bir yanglishmovchiliklar uchun kim javobgar bo'ladi? Sun'iy intellekt degani, sun'iy intellektdagi xavflar bu faqat deepfake yasash, ovozni o'xshatish faqat bu bilan cheklanib qolmaydi. Sun'iy intellekt bu juda chuqur texnologiyalar va sun'iy intellektni dan keladigan xavf bu algoritmlardan o'zidan kelishi mumkin. Men aytmoqchimanki, hech qaysi dasturchi o'zini dasturini yasayotganda shundan kimdir noto'g'ri yo'lda foydalansin deb yasamaydi. Bu narsada har doim foydalanuvchining o'zi javobgar bo'ladi, birinchi o'rinda. Ikkinchidan, yana ikkinchi qismi bor. Algoritm qismiga kiradigan bo'lsak, misol uchun juda ham ko'p haq huquqlarni buzish bor algoritm orqali. Bu narsani oddiy odamlar sezmasligi ham mumkin. Biz endi Markaziy Osiyo davlatlari bilan juda keng ko'lamda ishlaymiz va Markaziy Osiyo davlatlarining o'zida ham bank sohasida sun'iy intellektdan foydalanish juda keng ko'lamda hozir rivojlanyapti. Va bank sohasida misol uchun scoring deymiz, kredit olishdan oldin biz o'zimizni hujjatlarimizni yorganda shu hujjatlarni o'zini bazasidan tekshirib, biz to'lay olish qobiliyatimizni tekshirib, bizga kredit ajratiladi. Ba'zi bir banklarda biz test qilganimizda misol uchun 1 million so'm kreditga olamiz va shuni 10 daqiqa mobaynida qaytib yopib yuboramiz. Hech qanaqa foizsiz, hech qanaqa bankka foydasiz. Va ikkinchi marta 1 soatdan keyin, 1 haftadan keyin olaman desangiz ham, u algoritmda siz sun'iy intellekt uchun bank uchun foydasiz mijoz sifatida saqlanib qoldingiz. Va bu narsa inson huquqlarini poymol qilishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu yerda faqat deepfake va ovoz yasash emas, balki shu algoritmlarni shaffofligini biz ko'zda tutishimiz kerak. Bu narsa, misol uchun Qozog'istonda ham, bizda ham qonunlar qabul qilinyapti. Aynan inson sun'iy intellekt bilan to'qnashadigan joydagi algoritmlarni maksimal ravishda shaffoflashtirish konsepsiyasi ham ko'rib chiqilyapti. Noto'g'ri maqsadda foydalanganda bu javobgarlik albatta bu narsada bor va doimiy saqlanib qoladi. Chunki biz bevosita boshqa bir insonni obro'sizlantirishimiz mumkin bu texnologiya yordamida yoki ularning shaxsiy ma'lumotlarini oshkor qilib yuborish kabi holatlar bor va mana shu yo'nalishda aynan yil davomida bizda bir qancha qaror va farmonlar imzolandi. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bor, aynan sun'iy intellektni rivojlantirish yo'nalishida va 22 oktyabr kuni prezidenti PF 189 son farmoni imzolandi. Aynan mana shu farmon bilan 2026-yildan boshlab informatika darsliklariga sun'iy intellekt yo'nalishini kiritish tashabbusi ilgari surilgan. Bu nimaga foyda beradi? Bu mana shu kelayotgan yilda aynan maktab yoshidan boshlab bolalarda, o'sha yoshlarda sun'iy intellektni tushunchasini paydo qilish, ya'ni ularga aynan to'g'ri maqsadlarda foydalanishni o'rgatib borilishi, bu kelib chiqishi mumkin bo'lgan o'sha firibgarlik holatlarini, noto'g'ri maqsadlarda foydalanishni oldini oladi. Undan tashqari aynan mana shu sun'iy intellekt yo'nalishini davlat sektorlariga, davlat boshqaruv tizimiga, qishloq xo'jalik sohalariga, harbiy sohalarda va oliy ta'lim tizimida qo'llash orqali yuqori samaradorlik olish yo'nalishi uchun biz o'zbek til korpusi yo'nalishida va katta ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Bu bizni xorijiy serverlarga bo'lgan ehtiyojimizni kamaytirib beradi. Bilamiz, bugun biz foydalanayotgan modellarni asosiy serverlari chet el mamlakatlarida va shaxsiy ma'lumotlar bevosita chet el xorijga chiqib ketish ehtimoli bor va mana shu katta ma'lumotlar bazasini yaratish bizda shu muammoni oldini oladi va o'zbek tili korpusi bo'yicha ham amalga oshiriladigan loyihalar o'zbek tilida o'sha yuqorida aytilganlaridek aksentsiz, ravon, sodda tilda gapira oladigan modellarni ishlab chiqarish imkoniyatini paydo qiladi va aytishimiz kerak bo'lgan sun'iy intellekt hech qanday xavf emas, bu insonga yordamchi vazifasini bajaruvchi texnologiya. Faqat inson omili saqlangan holatda to'g'ri ma'noda foydalansa albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi deyilganidek,
bu sohaga ham bu soha haqida ham xuddi shunaqa ma'noda gaplashsak bo'ladi, chunki sun'iy intellektdan ko'proq o'sha ziyon ko'rayotgan insonlar aynan yosh kattalar bo'ladi. Nimaga? Chunki ular aynan o'sha sun'iy intellektdan foydalanib turib, aynan bir xil insonlarni aytaylik qizi bo'lib turib, ularga telefon qilib turib, o'zi qiz emas, albatta ovozini o'zgartirib, mana shunaqa men aytaylik o'sha avariya bo'lib qoldim, baxtsiz hodisa bo'lib qoldi, menga shuncha pul o'tkazib ber, men o'sha shifoxonada men doktorlar pul so'rayapti deb shunaqa holatlarni ham ko'p kuzatganmiz hayotimiz davomida. Yoshlarimizga tushuntira olishimiz kerakki, bu narsadan to'g'ri maqsadda foydalanish kerakligini. Biz dasturimizni bir lavha bilan davom ettirmoqchimiz. Undan so'ng yana ekspertlarimizga beradigan savollarimiz bor. Demak, e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Marhamat. Sun'iy intellektdan hayotingiz davomida qanchalik foydalanyapsiz va kelajakda sun'iy intellektning o'rni qay darajada deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt keladigan bo'lsak, xo'sh, kelajakda baribir ming sun'iy intellekt bo'lgan bilan odamlar ishini ko'p qila olmaydi. Chunki faqat robot bo'ladigan bo'lsa ham tabaqalarni kuchayib ketib qoladi. Ya'ni boylar bilan kambag'allar tengsizlik kuchayib ketib qoladi. Shuning uchun ham texnologiya bo'lgani ham yaxshi emas menimcha. Har nimaning o'zining o'rni bor hayotda. Hozirda ko'proq qaysi sohalarda foydalanilyapti sun'iy intellekt? Iqtisod, IT, matematika. To'g'ri yo'lda, masalan, to'g'ri foydalanadigan bo'lsa, masalalarda yoki nimalarda insonlarni bir nima oshirishga xizmat qilishi mumkin. Hozir sun'iy intellekt informatsiyani nisbatan tezroq topish joyi bo'lib turibdi-ku. Ilmiy sohalarda foydalanamiz, kerak bo'lgan paytda foydalanamiz. Endi qaysidir joylarda sal-pal adashishi mumkin, lekin nima deydi, to'g'ri yo'nalish bera oladi. Hozirda sun'iy intellekt foydasi katta bo'lyapti. Alohida o'qisak, universitetda ChatGPT bor masalan. Undan boshqa nimalar kelajakda menimcha sun'iy intellektsiz tasavvur qilish qiyin. Kelajakda sun'iy intellekt insoniyatga qanchalik foyda beradi deb o'ylaysiz? Hozir ko'p foydasi tegadi studentlarga kakavojni. Yordami ko'p, lekin kelajakda ahmoq bo'lib qolishi mumkin odam, faqat shu sun'iy intellekt tayanib qoladi. Lekin foydasi ko'p. Buni hozir ishni yengil qilib beradi, anchagina odamni energiyasi kam sarflaysiz, miyangiz energiyasini. Yordami ko'p, lekin unga tayanib qolish ham kerak emas. Miya o'zini faoliyatini sekinlashtiradi. Shu ayniqsa hozir injineriya yoki bir ishlab chiqarish, shunaqa mahsulotlarga yordam beradi. O'zi odamlar bilan ishlashga lekin baribir odam kerak. U texnikada odam tushunish qiyinroq. Faoliyatingiz davomida siz qanchalik foydalanyapsiz? Ko'p foydalanaman. Menga yordam kerak, baribir o'zim tushunmaydigan narsalar bor, topishim kerak bo'lgan. Ko'proq qiynalgandan ko'ra uni oddiygina bersangiz zaprosini chiqarib beradi, tayyor. Endi kara-karani o'rganayotgan bolaga kalkulyator berib qo'yadigan bo'lsa agar, u bola o'rgana olmaydi. Yodlamaydi hech qachon. Xuddi shunaqa, masalan, yaqinda bir universitetga chiqish qilgan paytimda bitta bola savol berdiki, men mobil dasturlashni hozir искусственный intellekt bilan yaratyapman, qanchadir o'xshayapti, qanchadir o'xshamayapti, shu yo'nalishda davom etsam bo'ladimi dedi. Men aytdimki, agar siz mobil razraботчик bo'lish niyatingiz bo'lmasa, davom etishingiz mumkin, hobbi uchun bo'ladigan bo'lsa. Chunki ko'pchilik shogirdlarimizda afsuski shu narsani ko'ryapmizki, искусственный intellektga topshirib qo'yapti programma yaratishni va o'zi tushunmay qolyapti. Ma'lum bir etapga kelgandan keyin искусственный intellekt o'sha narsani davom ettira olmasa, xato chiqadigan bo'lsa agar, bola nima qilishni bilmay qolyapti. Nima uchun? Chunki odam ruschasiga aytganda tupoy bo'lib qolyapti-da. искусственный intellekt ishlatib boshlanadi. Deyiladi, buni oddiy tilda, xalq tilida. Xalq tilida, ha. Bizani qo'shni davlatimiz Qozog'iston davlatidagi ustozlar hozir sun'iy intellekt bilan ishlashga o'tishdi to'liq. Ular bemalol dars berishyapti. Men ko'rib chiqdim, bu narsani o'rganyapman. Hozir balkim bizda ham qaysidir fanlardan mana shu narsani rivojlantirsak bo'ladi. Ayniqsa informatika juda chiroyli gap aytdingiz. Yana agarda sun'iy intellekt va mana bu hozirgi IT sohasini rivojlantiradigan bo'lsak, maktablardagi informatika darslarini yoshlarimizga boyagidek to'liqroq va chuqurroq berish uchun ko'paytirish kerak. Albatta, menimcha bu allaqachon joriy etilyapti. Sababi bugun yoshlarni sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishlarini jalb qilish, o'rgatish juda ham muhim bo'lyapti. Aynan yoshlarni sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishlari uchun nimalar bizga yetishmayapti? Nima qilishimiz kerak? Yoshlarimizga agar biz to'g'ri ma'lumot bera olsak, demak, sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish kerak, buni jinoiy maqsadlarda foydalanish kerak emas deb tushuntira bilsak, media orqalimi, o'sha o'qishlar orqalimi, darsliklardami, aytaylik, mana hozir hamkasb aytgandek, Kurserada sun'iy intellekt
aynan kurslari bor. Tekindan tekin uni o'rgansa bo'ladi. Balki o'sha kurslarni boshlashdan oldin qanaqangi disclaimer sifatida boshida aytib o'tish kerak. Hurmatli o'quvchi, siz ushbu yo'nalishni o'rganyapsiz, ha, lekin shundan ehtiyot bo'lingki, siz sun'iy intellektni boshqacha maqsadda ishlatishga qo'l urmang deb degan disclaimer menimcha qo'shib ketsak ham yaxshi bo'ladi. Bizani demak loyihamiz bor. Biza AQShga demak o'sha data injener, data labeler, data annotator va image categorization degan sohalar bo'yicha mutaxassislarni o'qitib yetishtirib beramiz va ular shu yerdan turib AQSh sun'iy intellektini o'rgatadi. Biza hozir shunaqa mutaxassislarni yetishtirib chiqardikki, hattoki AQShdagi kompaniyalar bizning xizmatdan hozir foydalanyapti. Sun'iy intellektni javoblari bizga kelib tushadi va bizlarning o'sha data annotatorlar ko'rib chiqadida aytadiki, ha, bu savolga sun'iy intellekt to'g'ri javob bergan, bunga noto'g'ri javob bergan, bu savolga bo'lsa ham to'g'ri ham noto'g'ri desa bo'ladi deb ular belgilab berishadi. Umuman data matrixni biz yangilab turishimiz, ya'ni update deyiladi, yangilash, obnovlение qilib turishimiz kerak, update qilishimiz kerak. Savol, sun'iy intellekt o'zini o'zi update qila oladimi? Ya'ni yangilay oladimi? Da, machine learning degan narsa bor. Demak, xavfsizlik masalasi bo'yicha ertaga masalan biz bilamiz ochiq tarmoqda turli xil ma'lumotlar bor. Aytib o'tilgandek, o'sha sun'iy intellekt ma'lumotlar olgan paytida, demak qandaydir bir buzg'unchi g'oya yoki qandaydir bir buzg'unchi Terminator 2 bo'lmaydimi? Yashang. O'sha qiyomat kuni kelib qolmaydimi degan savol bor. To'g'ri tushundingiz. To'g'ri, endi hozir sun'iy idrokka unaqa insondagi fikrlaydigani yo'q, hozirchalik. Demak, baribir bizda qalb bor-ku, hali qalbli sun'iy intellekt demak o'ylab topilmagan va keyinchalik agar shunchalik darajada insonga yaqin, shu qalban yaqin agar sun'iy intellekt o'ylab topilsa, endi mana bunaqa narsada biz hozir bu narsani tasavvur qila olmaymiz. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, unaqa bo'lmaydi. Baribir odamga yetmaydi deyishimiz mumkin. Lekin ozgina oldinga qarasak, mana shu shiddat bilan ketadigan bo'lsa, qo'rquv bor hamma. Qo'rquv bor, chunki bu bir etap boshlandiki, buni hozir to'xtatib bo'lmaydi. 2-3 yil oldin bu hozirgi kundagi sun'iy intellekt haqida gapirsa, kimdir ustingizdan kulishi mumkin edi. Lekin hozirgi holatda bu real fakt. Real fakt, albatta. Lekin hozirgi paytda biz insonchalik idrokka ega bo'ladigan sun'iy intellekt hozir qilib oladimi degan savolga kimdir kulishi mumkin, kimdir yo'q deyish mumkin, lekin 5-6 yildan keyin bu narsani biz albatta ko'ramiz. Sun'iy intellekt zo'r, lekin tibbiyot sohasida men o'zimdan kelib chiqib savol bermoqchiman. Bilamanki, hozir meni oldimga murojaat qilib kelayotgan o'sha bemorlar mendan oldin sun'iy intellekt bilan gaplashishadi. Sizda mamnaqa bo'lishi mumkin, shunaqa qilishingiz kerak esa, ha, lekin mamnaqa qilsa ham bo'lar ekan-ku degan fikrlarni aytishyapti. Endi shu o'rinda xavfli savol tug'iladi. Balki sun'iy intellektni tatbiq etish, faqatgina xizmat ko'rsatish, xususan bu yerda ta'lim bilan tibbiyotni olib tashlashimiz va harbiyga faqat o'sha chegaralangan balki berilar. Balki mana shu yo'sinda rivojlantirganimiz ma'quldir. Hammani baravar o'qitib, hammani sun'iy intellektchi qilishdan ko'ra. Mani o'zimda shunaqa voqea bo'ldi yaqinda. Bir qanaqadir dori ichmoqchi edim. Uni bilardim, bir kunda bitta ichish kerak. Shunaqa sotib olmoqchiman deb so'radim. U aytdiki, kam ekan dedi. Ko'proq olgin dedi. U bir marta ichayotgan paytingda 2 martadan ichib 3 mahal ichishing kerak dedi. Men aytdim, ayam vrachlar. Men ayamga telefon qildim, shunaqa desam, yo'q, u xavfli narsa, unaqa qilmagin bolam dedilar. Keyin ayamni yozgan gaplarini ChatGPTga yozdim. Mana shunaqa dedi. Ha, ayanglar juda ham dono ekan, to'g'ri ekan. Bu narsani ichish mumkin emas, u seni o'ldiradi dedi. Vaziyatdan chiqishini qarang. Va ha, hech qachon nima demaydi, ya'ni ki men xato qildim demaydi. Kimdir aytgan bo'lsa yoki o'zingiz aytgan bo'lsa, sen donosan deydi, shuning uchun ham qara, yaxshi ko'ra olding deydi-da. Va bilasizmi, doim sizni qo'llab-quvvatlaydi ChatGPT yoki sun'iy intellekt va shu bilan birgalikda haqiqatan ham hech qachon sizga qarshi gapirmaydi, hech qachon sizga qarshi ma'lumotlarni taqdim etmaydi. Balkim kelajakda zo'r bo'lib ketar. Hech qanday shubham yo'q. Baribir kerakdir shu narsa. Zamoni shtabi tez o'sayotgandirmiz, lekin boyagi sizni nima desam bo'ladi, shifokorlik holatiga keladigan bo'lsak, bizni bolalarimizda miyani rivojlanish degan narsa oqsab orqada qolyapti. Oddiygina misol, sizlar ham o'zingizlar o'qiganinglarda va hozirda ham yozma-yesh, CSB, BSB degan narsalar bor. Agarda qo'lida telefon bo'lmasa bolalar o'sha narsani yetishga qiynalyapti. Lekin hozir 11-sinfga kirasizmi, 9ga kirasizmi? Ular yordamni birinchi bo'limlardan olishyapti, telefonlardan
tortib olishyapti. Bu mana birinchi bizning qilayotgan xatoligimiz. Qaysi joyda yutug'imizki, bizda laboratoriya ishlari dorilar bilan qilinarmidi? Hozir virtual laboratoriyada bemalol foydalanib bolaga katta ekranda ko'rsatish. Bu yutuq. Bu yutuq. Mana buni bunga qo'ysam mamlaqa chiqadi. Ximiya, biologiya, mana shularda juda yutuq. Men buning uchun chapaga qarsayla chalishim kerak. Lekin boyagi holatda bolalarimizda rivojlanish to'xtab qolyapti. Demak, hamma narsaga ishonish kerak emas. Ozgina inson omili miyani ham ishlatishimiz kerak bo'ladi. Yoshlarimizni shunga tayyorlashimiz kerak. Baribir ham sun'iy intellektga biz 100% ishonib qo'ya qolishimiz noto'g'ri ekan, to'g'rimi? Albatta yonida yetuk mutaxassis bo'lsagina sun'iy intellektni xatosini hattoki topayotgan bugun mutaxassislar bor. Va Samandar aka, sizga savol bermoqchiman. Oxirgi paytlarda sun'iy intellekt nafaqat boshqa sohalarda san'atga ham kirib keldi. Bugun bastakorlar, hattoki bir nechta bastakorlarni, kompozitorlarni ko'ryapmiz, sun'iy intellekt yordamida musiqa yaratishyapti. Eshitsangiz xuddi odam kuylagandek. Siz o'zingiz san'at sohasiga sun'iy intellektni kirib kelishini qanday baholaysiz? Hozir mana Suno va hokazo singari yangi programmalar, platformalar chiqyapti. Shu platformaga siz misol uchun qaysidir bitta she'rni oldingiz, she'rdan ilhomlandingiz. Ilhomlangan she'ringizga ohang bilan bir qo'shiq qilib, Chernovoy variantini ijro qilib berdingiz. U sizga uni shunaqangi ijro qilib beradiki, professional darajadagi misol uchun dunyo bo'yicha ijro etilgan ovozlardan eng zo'rlarini olib turib, shuni misolida ijro qilib beradi-da u. Siz shunchaki uni ijro qilganini agar kopiya qiladigan bo'lsangiz, shuni o'zida bu maktab bo'ladi. Siz o'sasiz. Yanada inson o'zini ustida ishlasa, unda ustozlar nima bo'ladi? Ustozlar o'z o'rnida turaveradi. Yo'q, men demoqchimanki, bu bilan sun'iy intellektni ustoz qilib olish kerak degan gapni aytmoqchi emasman. U boshqa masala. Mana, misol uchun bir vaqt bo'ldi, odamlar Amir Temur haqida yoki bo'lmasa tarixdagi nimadir haqida bir faktlarni kitobdan olib o'qimaydi. Hozirgi paytdagi yoshlar. Google Amir Temur qaysi yil tug'ilgan desa bo'ldi, Google chiqarib beradi, to'g'rimi? Qulaylik qaysidir ma'noda yana dangasa ham qilyapti. Endi sun'iy intellekt rivojlangandan keyin o'zini ustida ishlaydigan odamgina faqat men o'ylaymanki, kelajakda yaxshi bo'lib ketadi. Sog'lom raqobat demoqchisiz-da. Raqobat zo'r bo'ladi albatta, chunki faqat bilimi bor odam, o'z sohasini yaxshi biladigan mutaxassis men o'ylaymanki, hech qachon och qolmaydi, o'zini yo'lini topib ketadi har doim. Lekin bilim, ilmda, izlanishda to'xtaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, u to'xtaydi. Men misol uchun nutqlik bo'yicha dars beraman, nutq bobida. Sun'iy intellekt, rus tili mayli, lekin men bilan o'zbek tilida gaplash. Yaxshi, sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilida suhbatlashaman deyapti. O'zbek tilida shunaqa gapiryaptiki, televideniyadagi uncha-muncha diktor unaqa gapirmaydi. Javlon misol uchun Asadullayev. Javlon bir 2 yildan berimi gaplashaman, faqat o'zbek tilida gaplashaman aka deyapti-da. 2 yil ichida buni ancha o'zbekchasi yaxshi bo'lib qoldi. Men o'rgatib qo'ydim ancha bunga deyapti. Ya'ni doimiy siz bilan suhbatlashgan paytda u sizdan ohang, gapirishingiz, shevada aytasizmi, adabiyda qanday gapirasiz? Birga bir hammasini kopiya qilyapti, ya'ni snimaç qilyapti. Bu zo'rda. Unda qo'shiqchilik bo'yicha ham o'rgansangiz bo'ladi va hokazo. Xuddi yuqorida aytganlaridek, yaxshi tarafini o'ylaylik. Shunchaki biz sun'iy intellekt bilan ishlashni o'rganishimiz kerak. Buni bilishimiz kerak. Unga vazifa qanday qo'yish kerakligini o'rganishimiz kerak. Statistik ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'tgan yil oktyabr oyida Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan umumiy salomatlik marafoni doirasida 45-65 yosh orasida ayollar o'rtasida 4000 ga yaqin mammografiya tekshiruvi amalga oshirildi va dastlabki tekshiruv tasvirlarining 70% yurtimiz mutaxassislari tomonidan yaratilgan sun'iy intellekt platformasi orqali tahlil qilinib, ularning 98% shifokorlar tomonidan tasdiqlandi va tashxis qo'yish vaqti bir necha kundan bir necha soatga qisqardi. Albatta bu aniq faktdir, sababi bu nafaqat o'sha mammografiya tekshiruvida, balki oddiy o'sha EKG yoki qon tahlilida ham bugun sun'iy intellektni hamda raqamlashtirishni joriy etilishi mana shu vaqtlarni qisqartirmoqda. Yana bir shifokorlar uchun xavf tug'dirayotgan, yo'qolib borayotgan kasblar bor. Bu ham bo'lsa, biz bilamiz, rengenologlar bo'lardi bizda, ya'ni o'sha rengen suratini yozib berishadi yoki UZI mutaxassisi. Aynan bugungi kunda barcha mana shu ishlarni sun'iy intellekt o'z zimmasiga olgan va o'zini birlamchi tashxisini qo'yib bera olayapti va uni interpretatsiyasi, ya'ni uni tahlili baribir o'sha mutaxassisda qoladi va o'sha ko'rgandan o'zi xulosa qilish mumkin. Bu esa shifokorlar uchun ham va hamda kelayotgan, murojaat qilayotgan insonlar uchun ham vaqtni tejayapti va
shifo muolajalarini tezroq boshlashga sabab bo'layapti. Albatta, gapirib o'tadigan bo'lsak, umuman bugungi kunda sun'iy intellektsiz hayotimizni tasavvur eta olmaymiz. Lekin bir narsani unutishimiz kerak emas, sun'iy intellekt bizni emas, inson biz, demak sun'iy intellektni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Buning uchun esa shubhasiz har birimizda aynan mana shu informatika yoki mana shu raqamlashtirish, sun'iy intellekt sohasida madaniyat shakllanishi kerak va bu borada shubhasiz yurtimizda juda ham ko'p ishlar qilinyapti, xususan platformalar ham yoshlar uchun, demak o'sha platformalar ham yaratilgan sun'iy intellektga ro'yxatga o'tish va u bilan ishlash va o'rganish bo'yicha va bugungi kunda qo'rqmasdan ayta olamizki, bu ish beryapti va mana biz bugun mehmon sifatida taklif etgan yoshlarimiz ham mana shu platformadan ro'yxatdan o'tishgan. AI Study platformasi haqida eshitgansiz nazarimda. Bugungi kunda ushbu platformadan juda ko'plab yoshlar foydalanyapti, tahsil olyapti, o'qiyapti. Shu platformadan foydalanish tekinmi? Albatta. Ro'yxatdan o'tiladi va u yerda o'zining tartibi bor. Ya'ni bilsangiz, xalqaro kompaniyalarning kurslari qiymati juda ham qimmat turadi. Bizning hisobimizda. Xuddi shunday. 10 milliondan boshlab 50 milliongacha kurslar mavjud. Va shu kurslarni biz hamkorlikda yo'lga qo'yganimizda uni kompensatsiya yo'lini qoplab berish yo'llarini ham joriy etganmiz. Ya'ni bu qatorda 40% dan 100% gacha kompensatsiya. O'quvchi xalqaro kompaniyalarning kurslarini o'qib bo'lgach, uni topshiradi, ya'ni bizga platformaga yuklaydi va shu qatorda uning ingliz tili bilim darajasi B2 va undan yuqori bo'lishi kerak. 100% lik kompensatsiya. Bunday imkoniyat tarixda bo'lmagan oldin. Hozirgi kunda xalqaro kompaniyaning sertifikati bo'lsa va xalqaro eksport qiluvchi kompaniyalarga ishga kirmoqchi bo'lsa, albatta bu sertifikatlar juda ham o'rinli. Shu qatorda juda ko'p yo'nalishlar bo'yicha kurslar mavjud. Albatta bu bepul ta'lim. Boya ustoz Zo'ra aytdilar, MIT yoki Harvard research qilgan, ya'ni odam AI ni ishlatgan holda essay yozgan, ya'ni insho yozgan va AI ni ishlatmagan, miyasi toza bo'lgan odamlar insho yozgan. Va uni natijasida ko'rishyaptiki, AI siz yozgan odam ichki hissiyotlarni to'g'ri yetkazib bera olgan, ichidan nima o'tayotgani, qanaqa his o'tayotganini to'liq ko'rsatib bera olgan. Kreativligi bor bu yoqda. AI bilan qilganda baribir ko'pincha holatda kuzatamiz, umumiy gaplar yozishyapti. Umumiy ichida nima bo'layotganini aytadi, bo'ldi. Lekin biz odammiz, har bitta hissiyotni to'g'ri yetkazib bera olishimiz kerak. Endi keyingi planlar o'zi nima qilmoqchimiz? Ovoz yordamida, sun'iy intellekt yordamida ovoz baribir kerak. Bundan buyog'iga. Ya'ni biz audio kitob deyishimiz mumkin, dublyaj deyishimiz mumkin yokida uzuri notiqli bo'lishi mumkin. Bunga baribir kiramiz. Chunki bu orqali biz ma'lumotlarni tez yetkazib bera olamiz va bu orqali insonlar hamma narsaga tez aksess ola oladi. Yoshlarni bilimli, salohiyatli qilib tarbiyalash esa albatta bugungi kunning eng dolzarb masalalardan biri va har bir insonni eng katta bir burchi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu yerda faqat bizdan talab qilinadigan narsa esa mana shu sun'iy intellekt bilan ishlay olish madaniyatini shakllantirish. Shunday ekan, farzandlarimizni to'g'ri tarbiya qilaylik, ularga to'g'ri yo'nalish beraylik va aynan mana shu sohani egallamoqchi bo'lgan farzandlarimizga faqatgina bu sohani inson manfaati uchun ishlashi kerakligini anglatgan holatda keyin ularga vazifa bersak, o'ylaymizki, biz oldimizga qo'ygan marralarga juda ham tez yetib boramiz. E'tibor uchun rahmat aytamiz barcha ekspertlarimizga. Siz Sevimli telekanalda Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousini tomosha qildingiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.